Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchim, yaxshimisiz? Sizni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Bu videoda sizlarga men ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsa dunyodagi eng xavfsiz bo'lgan 12 ta davlat va ularning ro'yxatini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, like va subscribe tugmasini bosing. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun alohida o'sha 12 ta davlatda eng xavfsiz bo'lgan 12 ta davlatning ichida joylashgan top 3 tadan har bittasi uchun jami shunda 36 ta universitetlar ro'yxati, ularda o'qish kontrakt miqdorini ham jamlangan faylni tashlab beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani tayyor bo'lsanglar, biz ketdik. Men ekranni share qilaman va sizlarga bugungi darsda boshlayman. Xo'p, 12 ta davlat o'quvchilar, mana xalqaro talabalar uchun 12 ta eng xavfsiz bo'lgan davlat. Misol uchun oralaringda ko'pchilik chet elda o'qishni yoki ishlashni xohlashi mumkin. Aynan o'sha o'qishni yoki ishlashni xohlovchi o'quvchilar uchun birinchi o'rinda nimani hisobga olish kerak desa, xavfsizlik. Ya'ni siz borayotgan davlatda urush yo'qmi, jinoyatchilik kamroqmi yoki bo'lmasa xavfsizlik darajasi qanaqa? Mana shu narsalarni hisobga olishimiz kerak ketishimizdan avval. Aynan o'shalar uchun xavfsizlik masalasida men o'quvchilarning o'zi ham juda ko'p so'rashdi. Ustoz, qaysi davlatlar xavfsizroq? Biz qaysi davlatlarda o'qisak bo'ladi? Hozirgi kunda dunyo endi notinch ko'rib turibsizlar. O'shaning uchun men bu videoni tayyorladim va sizlarga o'quvchilar xavfsizlik darajasi eng yuqori bo'lgan o'sha davlatlarni ko'rsatib beraman. Xo'p, mana 2026-yilda xavfsizlik darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlar ro'yxatida o'quvchilar birinchi o'rinda Shveysariya turmaydi, yoki bo'lmasa siz bilgan Yaponiya ham turmaydi. Birinchi o'rinda Islandiya turadi. Islandiya qayerda desanglar, mana bu ma'lumotlar qayerdan olding, Javohir ustoz yoki desanglar, mana visionofhumanity.org saytidan aynan mana shu ko'rib turganlaringdek, xullas o'quvchilar, qizil degani eng xavfli bo'lgan davlatlar, eng xavfli bo'lgan zonalar. Misol uchun mana Rossiya, Afg'oniston bor ekan, Suriya bor ekan, keyin Afrikada Sudan bor ekan, bu yoqda Myanmar degan davlatlar bor ekan. Eng xavfli bo'lgan davlatlar qizil mana. Mana bu sariqroqlari salgina kamroq xavfli. Sap-sariqlari mana O'zbekiston misol uchun o'rtacha hisoblanar ekan. Mana overall indikatori bilan chiqarib berdi bizga. Endi yashil mamlakatlar, yashil bilan belgilab qo'yilgan mamlakatlar xavfsiz hisoblanar ekan. Eng xavfsizlari mana bu qora rangli mamlakatlar ekan. Buning ichida mana Finlandiya bor. Islandiya qani desanglar, mana Islandiya. Bu yoqda misol uchun Amerika. Xo'p. Mana o'quvchilar, bu tomon Amerika, bu tomon Yevropa, bu okeanning o'rtasida Islandiya joylashgan. Islandiya eng xavfsiz bo'lgan mamlakat hisoblanar ekan reytingga ko'ra, umumiy reytingga ko'ra. Ikkinchi o'rinda Irlandiya turar ekan. Irlandiya qayerda desanglar, Irlandiya mana Buyuk Britaniya, ya'ni Angliyani yonida mana Irlandiya degan davlat. Buni overall indikatori 126 ekan. Ikkinchi o'rinda turadi dunyodagi xavfsiz bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida. Ikkinchi o'rinda. Va keyin uchinchi o'rinda Yangi Zelandiya. Yangi Zelandiyani hamma bilsa kerak, mana Avstraliyani yonida, mana bu joyda joylashgan. Buni qanday qilib yo'qotsa bo'lar ekan? Hop. Mana bu Yangi Zelandiya. Avstraliyani pastroqda joylashgan davlat. Juda xavfsiz hisoblanar ekan. Keyin Avstriya. Xo'p, mana o'quvchilar, Avstriya qayerda desanglar, Avstriya Yevropaning markaziy qismida joylashgan. Mana bu Avstriya davlati hisoblanadi. Bu tomonda Germaniya bor, keyin Chexiya bor, bu yoqda Polsha, Vengriya, keyin adashmasam Sloveniya mana shu davlat. Sloveniya ekan. Mana shu qora bilan belgilangan Avstriya keyingi o'rinda turar ekan va undan keyin Shveysariya turar ekan o'quvchilar. Ko'pchilik Shveysariyani eng xavfsiz davlat deb hisoblaydi, lekin Shveysariya ham reytingda 5-yoki 6-o'rinda turadi. Shunaqa gaplar. Keyin Singapur qayerdaligini hamma bilsa kerak. Katta ehtimol bilan mana o'quvchilar, Singapur o'zi kichkina nuqtachaday bo'lib ko'rinib turadi mana bu joyda. Osiyoda. Mana Malayziya bo'lsa, Malayziyaning tagida mana Singapur o'quvchilar. Voy, nimaga kattirmayapti bu? Hoppa, mana Singapur 6-o'rinda turar ekan. Keyingi o'rinda Portugaliya. Portugaliya Yevropada joylashgan o'quvchilar mana. Hop. Mana bu Portugaliya Ispaniya bilan chegarada va undan keyingi o'rinda turadi o'quvchilar Daniya.
Daniya ham Yevropada joylashgan, mana Daniya, Denmark. Va undan keyingi o'rinda Sloveniya, Yaponiya, Finlandiya va oxirida Chexiya turar ekan. Endi o'quvchilar, biz misol uchun mana har bitta davlatni bu tomonni ko'rishlari mumkin Vision of Humanity saytidan. Bemalol mana bu Yaponiya misol uchun, mana bu Finlandiya, Yevropada joylashgan, bu yoqda Shveysariya, Sloveniya, Avstriya, Chexiya degan davlatlar mavjud. Amerika qit'asida birorta mamlakat yo'q ekan xavfsiz hisoblanadigan, ya'ni mutlaqo xavfsiz. Bu aytmoqchi bo'lganim o'quvchilar eng xavfsiz bo'lgan davlatlar mana shular hisoblangan. Endi o'quvchilar, xavfsizlik darajasi yaxshi, zo'r, lekin xavfsizlikka yarasha, misol uchun yashash narxi qanaqa, u yerda kontrakt narxlari qanaqa, shuni bilishimiz kerak. Aynan o'quvchilar o'shalarni ham hisobga olib, men ro'yxat tuzib chiqqanman. Mana misol uchun Singapur yillik kontrakt o'qish, ya'ni sizlar, men asosiy auditoriyam o'quvchilar. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz, yillik kontrakt miqdori $28,800 atrofida bo'lar ekan. Endi eng balandi shu ekan, mana shu davlatlar ichida. Keyin Yangi Zelandiya turar ekan, undan keyin Irlandiya turar ekan, undan keyin o'quvchi mana Finlandiya o'qish miqdori kontrakt bo'yicha, keyin Daniya turar ekan $13,000 atrofida, va keyin Yaponiya $6,000, keyin Portugaliya $5,000, undan keyin Chexiya, mana bu joyda Islandiya o'quvchilar, va keyin Sloveniya, Shveysariya $2,000 atrofida bo'lar ekan yillik kontrakt, odatda o'zini fuqarolari uchun. Keyin o'quvchilar mana Avstriya $1,600 atrofida bo'lar ekan yillik kontrakt. Endi o'quvchilar, bu joylarda misol uchun qanaqa top universitetlar bor desanglar, muhandislik va texnologiya sohasida misol uchun Zurich Shveysariyada, National Singapurdagi NTU, keyin tibbiyot va salomatlik bo'yicha Daniya, Irlandiya davlatlari yaxshiroq hisoblanar ekan. Ya'ni shu joydagi universitetlar, va keyin biznes va huquq bo'yicha Dublin Trinity College va SMU xavfsiz moliyaviy muhitida oliy darajadagi boshqaruv ta'limini taklif etar ekan. Xo'p, xavfsizlik darajasi bo'yicha eng yaxshi xavfsiz hududlarda eng yaxshi universitetlar qaysilar? Islandiyada misol uchun Islandiya universiteti, Reykjavik, geofizika va qutb tadqiqoti bo'yicha, mana Islandiya qutb tadqiqoti bo'yicha zo'r hisoblanar ekan. Ya'ni kimdir agar geofizika bo'yicha o'qimoqchi bo'lsa, Irlandiyadagi universitetlar bular, misol uchun Avstriyada, Shveysariya, mana shu davlatlardagi universitetlar ro'yxati to'liq qilib berilgan o'quvchilar. Men pastda forum qoldiraman, havola, o'sha havolani to'ldirish orqali to'liq har bittasini detalli PDF shaklidagi variantini olishlari mumkin. Xo'p, o'quvchilar, o'qishga kirishda, umuman chet elda o'qishga ketishda faqatgina grantga tayanib qolish unchalik ham to'g'ri emas. O'quvchilar, sizni o'zingizni xarajat qila olish qobiliyatingizni ham hisobga olishingiz kerak. Ya'ni o'qish sizga grant bermagan taqdirda nima qilasiz? U yerda yashash xarajatlaringiz qanaqa bo'ladi? Yeb ichish qanaqa bo'ladi? Viza masalalari qanaqa bo'ladi? U yerda o'qitiladigan fanlar, o'qitiladigan professorlar o'zi qanaqa? Ya'ni akademik jihatdan qanaqa? Va keyin hujjat topshirish jarayonlarini ham to'liq o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha hujjat topshirish jarayonlari, mana shuncha jarayonni o'quvchilar o'zlaring qilishlaring shart emas. Men o'zim qiynalib bilim olganman. Men sizlarga o'rgatishim mumkin agar xohlasanglar. Mana shu formani to'ldiringlar. Formani oxirida o'zlaringga qiziq, formada muhimi eng qiziq bo'lgan nima deydi, savollarni beringlar va rost bo'lib to'ldiringlar formani. Ya'ni rostgo'ylik bilan to'ldiringlar. Xullas o'quvchilar, xavfsiz bo'lgan mamlakatlarda va ulardagi universitetlar haqida qisqacha sizlarga aytib berdim. Formani linkini qoldiraman. Agar video yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar va kanalni qo'llab-quvvatlash uchun komment yozib, bu videoni ko'proq o'sha chet elda o'qishga qiziquvchi tanishlaringizga ham yuborib qo'yinglar. Xo'p, dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, video darsni yakunlayman. Hammaga rahmat, hammaga omad.